Ukraina va turgunlik urushi Sankt-Peterburg iqtisodiy konferensiyasida. Bu haqda Fransiya 24 muxbiri Nik Rashford xabar bermoqda. MAGA jangchisi Loren Boebert Tramp o'z ishiga tayyorlaganidan keyin javob qaytardi. Ishim bor. Kolorado shtati davlat kotibi ma'lumotlariga ko'ra, Trump Kolorado shtatida nomzodlar uchun ariza topshirishning oxirgi muddatidan 2 oy o'tgach, 18 mart kuni kelgan MAGA qat'iyatiga asosiy e'tiroz bildirishga chaqirdi. Xo'sh, men birinchi darajali bo'la olmayman, dedi u chorshanba kuni Capitol Hill'dagi Independent nashriga. Mening asosiy tanlovim yopiq, shuning uchun men prezidentni qo'llab-quvvatlayman va biz oldinga intilamiz. Tramp Kongressdagi eng katta tarafdorlardan biri bo'lgan Boebertga Trampning Vakillar palatasidagi Respublikachilar konferensiyasidagi eng katta tanqidchisi bo'lgan deputat Tomas Massi uchun saylovoldi tashviqotini olib borganidan keyin zaif fikrli deb hujum qildi. Shunday qilib, ota 4 yosh o'g'lining qoldiqlari hovlisiga ko'milgan o'g'lini o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Washingtonning Aberdin shahridagi politsiya 36 yoshli erkakni 2 darajali qotillik, 1 darajali odam o'ldirish, inson qoldiqlarini noqonuniy yo'q qilish va davlat xizmatchisiga yolg'on bayonotlar berishda gumon qilib hibsga oldi. King 5 ga ko'ra. Ushbu xabarga ko'ra, erkak hech qanday jinoyatda rasman ayblanmagan. Politsiya 12 may kuni gumonlanuvchining 6 yoshli qizi haqida bolaning yo'qolib qolganligi haqidagi arizasiga javob berayotib, bolaning bedarak yo'qolganidan xabar topgan. Qiz hodisasiz topilgan va voqea yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Biroq politsiya tergov davomida gumonlanuvchining o'g'lini anchadan beri ko'rmaganini bilib oldi. Qarindoshlar farovon. Eronning jahon chempionati o'yinchilariga AQShga kirish vizasi berildi, dedi Oq uy rasmiysi. Ushbu rivojlanish ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat sharoitida yuz beradi. Eronning Meksikadagi elchisi Abolfazl Pasandide payshanba kuni kechki payt otryad hali ham AQSh vizalarini olmaganini, ammo ular bir kechada berilganligini aytdi, dedi Oq uy rasmiysi. Tehron viza muammolari va Eronda jamoaning Qo'shma Shtatlardagi mavjudligini minimal darajada ushlab turish kerak degan hissiyotlar tufayli jamoa bazasini Arizonadan Meksikadagi Tijuanaga ko'chirish bo'yicha so'nggi daqiqalarda muzokaralar olib bordi. Ular yakshanba kuni erta tongda Tijuanaga qo'nmoqchi. Eron G guruhidagi birinchi o'yinini 15 iyun kuni Los-Anjelesda Yangi Zelandiyaga qarshi o'tkazadi. U erda Seattle'da Misrga qarshi maydonga tushishdan oldin Belgiya Si Szinpin Shimoliy Koreyaga tashrif buyurish bilan Kim Chen In bilan uchrashadi. Si Pxenyanga oxirgi marta 2019-yilda tashrif buyurgan. Tashrif Si Pxenyan tashqi siyosatiga katta e'tibor qaratayotgan ikki davlat, Pekinda AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qabul qilganidan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Xitoy Shimoliy Koreyaning asosiy iqtisodiy va siyosiy hamkori bo'lib, yadroviy qurol dasturi va inson huquqlarining buzilishi tufayli keng qamrovli xalqaro sanksiyalarga duchor bo'lmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreya 1400 km uzunlikdagi chegarani baham ko'radi va mudofaa pakti bilan bog'langan Xitoyning har qanday davlat bilan bo'lgan yagona shartnomasi. Agar hujumga uchrasa, u o'zaro yordamni kafolatlaydi. Bu yil ushbu shartnomaning